Assalomu alaykum barchaga. Kuningiz xayr va barakatli bo'lsin. Demet tizimida ishlash va kompyuter savodxonligi bo'yicha simulyatsiya testni oxirgi nimasi quiz 11, quiz 12 ko'rib chiqamiz. Birinchi model vazifasi nima? Model vazifasi raqamli signalni analogga aylantirib internetga ulanishini ta'minlaydi. Monitor nima uchun ishlatiladi? Monitor vizual ma'lumotni ekranga chiqarish uchun. Motherboard ona plata nima vazifani bajaradi? Kompyuter komponentlarini ulash, ularning o'rtasida aloqa ta'minlash. MC Word dasturi asosan nima bilan ishlanadi? Matnni tahrirlash. MC Wordda sahifa raqami qayerdan kiritiladi? Insert page number. Multi dasturlash tizimi anglatadi. Bir vaqtning o'zida bir nechta dasturlarni bajarish imkonini beradi. Named range Excelda bir yoki bir nechta kaltakka nom berish imkoniyati. Narratsion funksiyasi nima vazifa? PowerPointda ovozli izohlar qo'shish uchun ishlatiladi, adashmasam. Operatsion tizim misoli Windows, Mac OS, Linux. Operatsion tizim nima uchun kerak? Foydalanuvchi va apparat o'rtasidagi vosita sifatida ishlaydi. Operatsion tizim nima? Kompyuter resurslarini boshqaruvchi dasturiy ta'minot. Operatsion tizimlar turlariga misollar keladi. Desktop, Windows Server, mobil Android, real time, adashmasam shular bo'lishi kerak. Operatsion tizimning asosiy vazifalari nima? Resurslarni xotira, disk, tarmoq boshqarish. PSI Express 16 slot qancha PSI kanal bilan ishlaydi? Adashmasam 16 takani ko'raylik. Hamma javobimiz Xudoga shukr to'g'ri ekan. Oxirgi quiz. Privat table nima uchun ishlatiladi? Katta hajmdagi ma'lumotlarni tahlil qilish va hisobot berish uchun. PowerPoint dasturi nima uchun ishlatiladi? PowerPoint vizual imkoniyatlarni taqdimotlar yaratish uchun. PowerPoint dasturi asosiy vazifasi slaydlar orqali kontentlarni taqdim qilish. PowerPoint faylining kengaytmasi nima? PPTX. Albatta, PowerPoint animatsiya qilish nima uchun kerak? Elementlarga harakat berish va slaydni jonlantirish uchun. PowerPoint giperlink qanday qo'shiladi? Giperlink insert link bo'lishi kerak. PowerPointda rasmni slaydga qanday qo'shadi? Insert pictures. PowerPointda slaydlar orasida avtomatik o'tish qayerda sozlanadi? Transition menyusida, adashmasam. PowerPointda har bir sahifa nima deb ataladi? Slayd. Printer qaysi turga kiradi? Chiqish qurilmasi turga. Power supply unit qaysi vazifani bajaradi? Kompyuterni elektr bilan ta'minlaydi. Qanday funksiyalar asosiy matematik hisob-kitoblar uchun ishlatiladi? Qo'shish, ayirish, bo'lish, ko'paytirish, sum funksiyasi. Qanday qilib hujjatni parol bilan himoyalash mumkin? File, protect document, encrypt with passport. Qanday tugma yordamida taqdimotni ishga tushirish mumkin? F5. Qattiq disk nima vazifani bajaradi? Ma'lumotlarni doimiy saqlaydi. Qani ko'ramiz. Xudoga shukr, hammasi to'g'ri ekan. E'tiborlaringiz uchun katta rahmat. Mabodo kamchiliklari bo'lgan bo'lsa, oldindan uzr so'raymiz. Testdan hammaga omad tilaymiz. Hamma yaxshi natijalar bilan testdan eson-omon o'tib olsin. Rahmat.